Kelinlar savatdaşlar. Acaba yaxshi Bo'ldi savatdaşlar. Tinchlaninglar. Kelinlar. Hozir har bir guruhga tadqiq qilish uchun o'xshamagan tarixiy davrlarni bilib beraman. Tadqiqot savolimiz shu qadar davrimizga qanday ta'sir ko'rsatgan? Sara, guruhlarga qadimiy Yunon davrini beray. Ravi, sizlarga Rim davrini beray. Dannining guruhiga sal qiyinroq tema. O'rta asr sizlarning bo'lsin. Ba'zilar uni jaholat davri deb ataydi. Zerikishlik tema bo'ldi. Qani izinib baxmamsizlar. Ma'lum. Endi Sharon, sizga keldi. Sizning vazifangiz bo'lsa, o kütüphane boshqaruvchisimi? Menimcha shu. Jaholat davrining bular bilan nima aloqasi bordi? Birdan jim tur. Kechiring, avar qildigan bo'ldik. Sizni avar qildigan bo'ldik. Sizlarga nima lozim? Jaholat davrining davrimizga qanday ta'sir ko'rsatganligini bilmoqchi edik. Tarixning har qanday bir davri bunday satnom bilan atalgan emas. Tagma. O bibaha. Farzimchi birisi kallanglarni odatdagi tuturuqsiz sapsatlar bilan to'ldirib yetibdi. Sizlarga isrof qilingan bu 1000 yil tarixdagi bir qora tog' degandek qiladi. Shundaqmi? Shundoqroq. Sizlarchi bu ism uningga loyiqmidi? Sizlar o davrni kasallik, o'lim, buzg'unchilik va madaniyatsiz qavmlarning madaniyatlarini vayron qilishdan iborat ko'ydirish, buzib chiqish davri deb qaramsizlar. Boshqa bir foydali narsa ijod qilmagan deb o'ylamsizlar. Yo'q. Chiqib ishinglarni qilinglar. Avar qilganimizni kechiring. Bo'ldi, hamma ish inlab o'yilnish hojasiz. Ishqilib barliq narsalarni Yunonliklar va Rimliklarning ijod qilganligini hammasi biladi. Oho. Ular hozir shunday qilyapti. Buni jazm qila olaysiz, shundaqmi? Sizlarga ko'rsatadigan bir narsam bor. Qaramoqqa qiziqib qolgandek tursizlar. Meningcha, men kaynimda menglar. Sizlarga tozbab keladigan kitobim bor. Men bilmedim. Kechiring, biz nega ketyapmiz? Zulmatdan yo'riqlikqa kichik do'st. Bo'kyandan qutuqlikqa, sizlar bilish tegishli bo'lgan narsalarning yeniga. Nega qo'ygan bo'g'oydim? To'g'ri, mush atrofga qo'yganim esimda. Bu yer ekan. Qani endi ko'ringlar. Petini alsanglar. Neymiş bo'lyapti? Jaholat davri kelganlarni qarshi olamiz. Balkim oltin davr deb atilishi kerakdir. Siz kim bo'lasiz? Men Al-Jazari, injener va mashhur kashfiyotchi. Men sizni jaholat davri daymikin debdiman. Biroq uncha jaholatlikda qilmaydi. Chunki hamma narsa uningga qaysi nuqtadan qarashingga munosabatlik do'stim. Albatta, ular jaholatlik davrlarni beshidan kechirdi. Biroq Ispaniyadan Jungoga so'zilgan madaniyatlashish, bayqash va kashfiyotlarning shiddat bilan o'rlishi hamma narsani yutib ketdi. Qaysi madaniyatlar? Islom madaniyati kichik do'st. Har qaysi sohalardagi olim adiblarga nisbatan bu mezgildagi bir qism eng muhim bayqashlar kishilarga nihoyat tunishliq. Bu bayqashlar qadimki kishilarning bilimini aks ettirib berdi.
Lekin ularning hozirgi dunyo bilan bo'lgan bog'lanishi tasavvuringlardan eshib tushdi. Masalan nima? Masalan har xildagi narsalar. Buni suratga tortib olay. Bilaman. Bu bo'ladigan amal. Siz kim? Tunishtirishimga ruxsat qilinglar. Ibn al-Haytam. Oy tafakkuri bilan foto apparatning yasilishiga ulsag'an ulug' olim. Foto apparatini siz kashf qilganmi? Men ko'zimizning qanday xizmat qiladiganligini tushuntirish orqali hozirgi zamon foto apparatining yasilishiga ulsag'an. Bir jismni boshqa bir bo'shliqda, bir kamadin qorong'u bir bo'shliqqa aks ettirishning yo'lini topdim. Keyin bu qorong'u sanduq foto lenta qutisi deb ataldi. Bu bayqashdan tadrijiy taraqqiy qilib yasalgan narsalarni o'ylab beqinglar. Foto apparati, kino apparati, hammasining ishlash prinsipi o'xshash. Voh, qo'l tusgan. Ehtiyot qilinglar. Bu kim endi? U mening yaxshi do'stim Abbas ibn Fernas bo'ladi. Jannatga berish orzusi bilan kishilarning uchalaydiganligini tafakkur qilib yetgan kishi. Demasimi, u akfkar aytladi. 1000 yil burunlar uchishni xiyol qilishga jur'at qilgan kishi. Aeroplan, ya'ni ovozdan tez uchadigan aeroplanlar xiyolingizdan kashkanda esingizga Abbas ibn Fernas kelsin. Chat turinglar. Qo'zg'alishga tayyorlandim. Qaraganda u bir narsani unutib qopti. Qo'yrig'ini, uning qo'nishiga foyz tegadi. Bu yerda doktor bormi? Yordamim kerakmi? Qadinas do'stim, nima bu kichik mehmonlarimga o'zingni tunishtirmaysan? Men Abu Qasim Zahravi. Kishilar meni tashqi kasal otisi deb ta'riflashidi. Siz rostila dumba operatsiyasi qilib baqqanmi? Albatta qilgan. Amaliyotda men ijod qilgan nurg'un tashqi kasalliklar operatsiya asboblari ta hozirgacha zamonaviy doktorxonalarda ishlatilyapti. Kechiringlar, bemorim kutishga muhtoj. Operatsiya pichig'i. Meningcha tiksak bo'larmikin? Bunday ahvolda mushuk uchini ishlatsam bo'ladi. Mushuk uchimi? Hayvonlarning uchiyi demoqchiman. Yara eg'izini tikishda bu eng yaxshi. Operatsiyada hozirmi ishlatilyapti. Kechiringlar, tikmasam bo'lmaydi. Bu kim endi? O Meryem el-Astrolabi, o'z zamonisidagi eng munavvar ayollarning biri. O alayda astrolabni yasab chiqqan. Astrolab degan nima? Astrolab qo'linglarda tutib, osmon jismlarining yiroq yaqinligini o'lchaydigan bir xil asbob. Qadimgi zamondagi hisoblash iqtidorini, vaqt hisoblash uskunlarini o'ylayli. Hozir sizlar kompasni, sunniy hamro yo'l ko'rsatkichini ko'rdinglar. Kishilarga yordamlashib dunyoni aylandi. Bu buyuk bir kashfiyot. Bu narsalarning oltin davrda rivoj topganligini qanday bilasiz? Bu faqat ko'zga ko'ringan qismi. Turmushimizning har sohasiga ta'sir ko'rsatgan hamda keyingi yillarda ta'siri Yevropaga tarqalgan, ya'ni minglagan ijodlar bor. Ko'rib turibsizlar. O jaholatlik davrmikan? Sizchi? Siz nimani ijod qilgan? O'zimni maqtashni xohlamayman. Lekin injenerlik sohasida bo'sish xarakterlik yangilik yaratdim. Meningcha ko'zga ko'ringan natijam mexanik harakatni ishga harakatga aylantiradigan kashfiyotim orqali motor bilan pompalam bir-biriga bog'landi. Amaliyotda sanoat inqilobining buningdek bir zapchasiz qanday taraqqiy qilganligini o'ylab yetolmadim. Shunga bu yerda mening bir kishilik to'pam bor deb qarayman. Biroq mening eng faxrlanadigan utqum kishini hang-tang qoldiradigan vaqt uskunasi. Rivoyatlardagi pul soati. Bu soatmi? Shundoq. Uning minglagan zapchaslari dunyodagi o'xshamagan madaniyatlardan tanlab olingan. Hindi, Yunan, Arab, Misr va Jungo madaniyatlari. Voh, xalqaro birlashgan davlatlar soati ekan bu.
Bekle qaltisken bu. O vaqtni to'g'ri ko'rsatib beralamdi. Albatta shundoq. Agar men bo'lmagan bo'lsam, kishilar ishlarga kechikib qolgan bo'ladi. Vaqt bir yerga berib qopdi. Endi qaysanglar bo'lgudek. Ammo esinglarda bo'lsin. Bu davrning oltin davri ekanligini butun dunyoga yetkazinglar. Men sizlarga bu davrdagi mo'jizalarning ozroq bir qismini so'zlab berdim. Dünya taraqqiyotiga zo'r to'kib qo'shgan sonsiz olim va kashfiyotchilar bor. Ularni o'zinglar tepinglar. Voy, to'xtang. Ko'rdinglarmi? Asli bu uncha zerikishlik tema emas ekan. Endi mayli, kechikib qolamiz. Qani, nimalarni o'rgandinglar? Yunan, Rim va sanoat inqilobi hammasi bugunimiz bilan zich bog'lanishliq. Dannining gruppasi yo'q-ku? Ana muallim. Ha, bizning atalmış jaholat davri gruppasi. Balkim hozirgi davrimiz bilan bo'lgan munosabatni izlab ko'p vaqt sarf qildinglar. Muallim, amaliyotda bu gap ancha to'g'ri bo'lmadi.